Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kompaniyamiz doimiy mijozligi 50 va 52 metrli avtobeton nasoslarni olib kelib berganmiz. Hozir sizlar bilan ushbu texnikalarni birgalikda video obzorini qilamiz. Texnikamizning shassisiga keladigan bo'lsak, Hovo kompaniyasidan 440 ta ot kuchiga ega dizelli dvigatel bilan jihozlangan. Texnikamizning og'irligi 34 tonnani tashkil qiladi. Strelamizga keladigan bo'lsak, 6 seksiyadan iborat. Soatiga 170 kuba betonni 49,1 metr balandligigacha, 35 metr chuqurligigacha olib tushib beradi. Bu bahaybat texnikamizning ham og'irligi 36 tonnani tashkil qiladi. Strelamizning 6 seksiyadan iborat. 170 kuba betonni soatiga 46,5 metr chuqurligigacha olib tushib beradi. 51,5 metr balandligigacha yetkazib chiqadi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, bir kishilik spalniyimiz bor, multimedia monitorimiz bor, elektronniy tablo, magnitofonimiz bor. Shofyor uchun barcha qulayliklar mavjud. Ikkala texnikamizning ham strelasi Schwing, ya'ni Germaniya texnologiyasi asosida yig'iladi. Agarda sizlarga ham ushbu texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, buyurtma asosida olib kelib beramiz. Texnika Advance Service kompaniyasi ham ushbu texnikalarni xarid qilganingizdan so'ng 1 yillik texnik garantiya beramiz. Do'stlar, xabaringlar bor, hozir ushbu texnikalar ligotada emas, buyurtma asosida olib keladigan bo'lsanglar ham narxi juda ham baland bo'ladi. Shunga qaramasdan qaysi yirik qurilish kompaniyasi ushbu texnikani xarid qildi? Izohlarni topishga harakat qilib ko'ringlar.